Amsterdamda izchil namoyish qilayotgan bir yillik xotir munosabatida meni qo'llab-quvvatlagan dunyoning har qaysi joyidagi qarindoshlarimizga faoliyatlarimizni texmo bu shakllarda ko'rsatish uchun bu yerda faoliyat olib bordik. Ladies and gentlemen, we are here on Uyghur culture. As we know and the world knows, China has been committing a form of genocide over the Uyghurs and other people in Uzbekistan. Faoliyatlarimizni texmo bu shakllarda ko'rsatish uchun bu yerda faoliyat olib bordik. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Men ovozsiz qilayotgan xalqimning ovozini dunyoga anglatish uchun izchil Amsterdam dam maydon namoyish qilayotgan Abdurahim G'ani.